Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Hordiq.uz sayti san'atimiz yulduzlarining millatimiz madaniyatiga yod bo'lgan obrazlarini taqdim etdi. Biz ham ularni sizlarga havola etmoqchimiz. Yulduz Usmonova o'zbek san'atining primadonnasi deya baholanuvchi ushbu san'atkorimizning so'nggi paytdagi kiyinish uslublari yoshlarga biroz yarashmayroq turibdi-da. Lola Yo'ldosheva bu xonandaga boshqalar fikrining unchalik ham ahamiyati yo'qdek. U shunchaki sizlarning fikringizga tupurdim deydi-yu, hatto litsenziyasini olib qo'ysa ham o'z bilganidan, o'z kiyganidan qolmaydi. Xonanda Rayhon G'aniyeva bunchalik ochiq-sochiq kiyimlar kiymasdi, lekin o'zgaryaptimi? Xonanda yelkalari bilan juda faxrlanadigandek tuyulyapti. Zarina Nizomiddinova chiroyli qomati bilan faxrlanuvchi aktrisa kiyinish borasida ba'zan me'yorni unutib qo'yayotgandek. Nilufar Usmonova bu suratlarga qarab faqat oho deya olasiz. Shahzoda Matchonova chet ellikka turmushga chiqqan aktrisaning keyingi paytda kiyinish uslubi ham anchayin yevropalashayotgandek tuyuldi. Kaniza bu suratlardagi obrazlarni yaratdi nima-yu, Davron Kabulov bilan sudlashdi nima? Kanalimizni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat.